Oshna mana qara hozir malla gazda mana birdan pastda ishlab turibdi. Gazni bosuvdim, qara qanday bo'lib qoldi. O'chyapti o'zi. O'chish darajasigacha boryapti. Gazni bossang shuguring. Qaltirab qoldi o'zi manaki. O'chdi mashina. Endi qara, yoqaman. Mana qara. Birgacha tushguncha gazni bossang, nechigacha atsang ham ko'taradi, muammosi yo'q. Lekin birdan manaki tushib, malla gazga turdi-ku, endi qara. Bo'ldi. Endi bu yoqqa olinmaydi mashina. Gazni bosib tursang o'chadi, bu yoqqa chek yonib qolgan. Nima bo'layotgan bo'lishi mumkin? Oshna biror nimadan maslahat berganiki. Gazni ochib ham, yopib ham ko'rdim.